Havo yomon bo'lsa ham nastroyeniyamiz yaxshi. Ofitsiantlar bir kunda necha pul topadi? Shu haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasa, kettu. Sizlar so'radinglar, biz bo'lsa ishladik. Ofitsiantlik menimcha yoshlarimiz orasidagi eng ko'p tarqalgan ish turi. Shuning uchun biz bir kun shu ishda ishlab, qiyinchiliklari, pluslarini ko'rsatib beramiz. Ish vaqtini soat 12 dan kechki 11 gacha gaplashdik va o'zimizga qilishimiz kerak bo'lgan ishlar haqida bilib oldik. Biz ishlagan restoran dizayni juda ham chiroyli va anchagina katta ekan. Bo'sh paytinglarda aylanib chiqishga daji vaqtinglar ham yetmaydi. Ish jarayoni ancha qizg'in. Bizning lavozimimizda faqat klientdan zakaz olib qolib, uni olib borib berish va chiroyli muomala qilish kerak edi. Kechga yaqin tug'ilgan kunlar o'tkaziladigan zalda stol bezatdik, mehmonlarni kutib olib, ularga chiroyli muomala bilan xizmat qildik. Oilaviy zalimizda bo'lsa mijozlarga ovqatlarni olib borib berdik. Agar sizga bizning kontent yoqsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Nima qilyapti bu? Bizga kelgan kunimizda odam unaqa gavjum bo'lmadi, lekin shunda ham ish anchagina ko'p edi. Ozgina orada dam ham oldik. Shot ochish va tizim orqali ishlarni ham o'rganib oldik. Ofitsiantlik qilib topgan pulimiz 100 ming so'm bo'ldi. Ish unaqa ko'p bo'lmadi, o'shanga yarasha ham pul ham normallik deb o'ylayman. Bu safar topgan pulimiz shu o'zida ujunimizga ketdi. Sizlar topgan pulinglarni o'zi nimalarga ishlatasizlar? Albatta kommentlarda yozib qoldiringlar.